bir obyektivni almashtirib, kadrni butunlay o'zgartirib yuborish mumkin. Bu o'zgarishning nomi bor. U fokus masofasi. Fokus masofasi kadrni qanday ko'rishimizni belgilaydi. E'tiboringlarni ekranda chiqqan animatsiyaga qaratinglar. Bizda hozir 3 xil obyektivimiz bor. Bu qo'limdagisi shirokouгольный 14 ga 35 mm. Qo'limdagi shirokouгольный obyektiv makon va muhitni ko'rsatib berishga ishlatiladi. Ikkinchisi, har doim ishlatadigan standartniy obyektivimiz 24 ga 105 mm. Bu ko'pincha reportajniy fotosessiyalarda ishlatiladi. 50 mm, 70-85 mm larda portretlar olsa yaxshi chiqadi. Sababi kadrni siqib beradi, diqqat e'tiborni faqat modelga qaratadi. Biz hozir endi 70 ga 200 obyektivi taqdik. Bu uzoqdan olishga mo'ljallangan obyektiv hisoblanadi. O'shanga modelimizni kadrdan uzoqroq qo'yamiz va fotograf ham ancha orqaga ketib turib rasmga olish kerak bo'ladi. Menga shu stolni nariyoqqa qaytaribroq qo'yish boring. Endi sizga bitta ko'rsatib beraman, qanaqa turishi. Bundoq qilib turasiz, o'zingiz ham ancha orqada bo'ldingiz. Ayoqdan turib sizga rasmga olaman. Bu qo'limda turgan linza teleobyektiv hisoblanadi. Buni ugllari 70 mm dan 200 mm gacha bo'ladi. Ko'pincha uzoq masofadan olishga mo'ljallangan. Uzoqga borib turib, har xil 100 mm, 135, hattoki 200 mm ga qo'yib turib, fotosessiyalar qilsak bo'ladi. Reportajniy fotosessiyalar yoki bo'lmasa sportlarni rasmga olishda ancha qulay hisoblanadi. Agar ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bizning rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov bo'ldi.